Adolatxon, Mittivoy popka optimi? U nima qilmoqchi? Miau. Mittivoy maktabga bormoqchi. Obbo tinib tinchimagan Mittivoy, maktabga boraman degin. Miau. Oho, bular nima bo'ldi? Bular Mittivoyning o'quv qurollari. Daftar, ruchka, rangli qalamlar, rasm daftar. Mittivoy, bularni popkaga joylashtirib qo'yish kerak. Tayyorgarlik katta-ku, unda Mittivoyni tez maktabga jo'natish kerak. Ha, u maktabga borishni juda orzu qilyapti. Lekin maktabga borishga hali sal yoshlik qilasan-ku, Mittivoy. Xafa bo'lma Mittivoy. Ungacha sen bilan tayyorgarlik ko'ramiz. Maktabga borish uchun nimalar qilish kerakligini sekin-sekin o'rganib borasan. Tayyorgarlikni mana hozirdan boshlaymiz-da. Bugun ta'lim olish huquqi haqida gaplashamiz. Konstitutsiyamizning 50-moddasida har kim ta'lim olish huquqiga ega ekanligi yozilgan. Hammamiz davlat tomonidan bepul o'qiymiz. To'g'ri, pul to'lanadigan maktablar ham bor. Bular xususiy maktablar, nodavlat ta'lim tashkilotlari deyiladi. Istaganlar o'sha maktablarda ham o'qishi mumkin. Davlatimiz esa yurtimizdagi barcha bolalar uzluksiz, ya'ni doimiy ta'lim olishi uchun hamma sharoitlarni yaratadi. Bepul ta'lim beradigan davlat maktablarini ham, nodavlat maktablarini ham rivojlantiradi. Shuningdek, davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani ham rivojlantiradi. Ko'pchiligimiz maktabga borgunimizga qadar bog'chalarga borganmiz, to'g'rimi? Bog'cha paytida mazza edi-da, shiringina bo'tqalarni yeb olardik. Do'stlarimiz bilan birga ovqatlanib, birga o'ynash va uxlash zo'r edi. Nimasini aytasan, Odilbek? Bog'cha opalarim biram mehribon edi. Ularni rosa sog'indim. Ranglarni, sanashni, ayrim harflarni yozishni ham bog'chada o'rganganman. Shuning uchun maktabga borganimda o'qish va yozishga unchalik qiynalmadim. Adolatxon, maktabga bormaydigan bolalarni ko'rganmisan? Yo'q, ko'rmaganman. Menimcha, maktabga bormaydigan bolalar yo'q. To'g'ri, konstitutsiyamizda umumiy o'rta ta'lim majburiy deb belgilangan. Umumiy o'rta ta'lim degani bu 1-sinfdan 11-sinfgacha o'qiydigan davrimiz. Va ta'lim olishimizni davlat doim nazorat qilib boradi. Agar maktabga bormasak, ustozimiz nega buncha kuyib pishadi, bilasizmi? Biz sababsiz bormay qolsak, ular bizdan xavotir ham olishadi. Davlat biz o'qiyotgan darsliklarni, o'quv dasturlarini ishlab chiqadi va doim yangilab boradi. Shular orqali bizning sifatli ta'lim olishimizni nazorat qilib boradi-da. Odilbek, hamma bolalar maktabga boradi dedik-ku. Lekin qo'shni mahallada yashaydigan, ko'zi ko'rmaydigan qizni bilaman. U ham maktabga borarmikin? Darslarni qanday o'zlashtiradi? Adolatxon, konstitutsiyamizda aynan bu haqida yozilgan. Nogironligi bo'lgan bolalar hamma bolalar bilan baravar maktablarda ta'lim oladi. Sharoitiga qarab esa o'qituvchilari ularning uyiga borib o'qitish ham mumkin. Tushunarli. Demak, hech kim ta'limdan chetda qolmaydi. Mittivoy, o'zing uchun nimalarnidir o'rganyapsanmi? Maktabga borish uchun bolalar 7 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Senga yana ozgina vaqt kerak ekan, Mittivoy, lekin albatta maktabga borasan. Maktabni bitirdik. Shu bilan davlatning bizning oldimizdagi mas'uliyati tugaydimi? Nima deb o'ylaysizlar? Menimcha yo'q. Oliy o'quv yurtlarida o'qishimiz uchun ham davlat sharoit yaratadi. Dugonamning opasi bu yil grantga o'qishga kirdi. Bundan uning oilasi juda xursand bo'lishdi. Yutuqni nishonlash uchun bizni ham mehmonga chaqirishdi. O'shanda grantga o'qishga kirish nima ekanligini tushundim va his qildim. Xo'sh, grantga o'qishga kirish degani nima ekan? Konstitutsiyamizning 51-moddasida yozilishicha, davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma'lumot olishga haqlimiz. Ya'ni maktabda a'lo baholarga o'qib, oliygohga kirish uchun zo'r o'qib tayyorlansak, davlat granti asosida o'qishga kiramiz va hech qanday pul sarflamaymiz. Qaytaga davlat bizga stipendiya to'larkan. Qanday yaxshi! Bilim olayotganimiz va kundalik xarajatlarimiz uchun har oy pul beriladi. To'g'ri, to'plagan ballarimiz sal kamroq bo'lsa, shartnoma asosida o'qiymiz. Bundan ham bizga stipendiya to'lanadi. Faqat o'qish uchun ozgina pul to'lashimizga to'g'ri keladi. Bugungi foydali ma'lumotlarni o'zingiz uchun belgilab olishni unutmang. Ko'rishguncha do'stlar. Ko'rishguncha!